Vazirlar Mahkamasining tegishli farmoyishiga asosan maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarini gripp kasalligidan himoyalash maqsadida respublikamiz bo'yicha 520 ming doza vaksina ajratildi. Shundan 52.300 doza vaksina poytaxtimiz Toshkent shahrida joylashgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan bolalarni emlash uchun yo'naltirilmoqda. Emlash jarayonlarini muxbirimiz Sohiba Akromova ham kuzatdi. Hozir shu haqda. Qish fasli bu nafaqat sovuq harorat, balki shamollash va o'rvi kasalliklari tarqaladigan mavsum ham. Ayrim yillarda u dekabr oyida kuchaysa, boshqalarda esa fevral oyida eng yuqori cho'qqiga chiqadi. Mutaxassislar esa eng katta xavf ostida aynan bolalar turganini ta'kidlaydi. Har yili kattalarning 5-10%, bolalarning esa 20-30% grippga chalinadi. Virus havo tomchi yo'li orqali yuqadi. Shu sababli bog'cha va maktablar kasallik eng tez tarqaladigan joy hisoblanadi. Ayniqsa maktabgacha yoshdagi bolalar eng himoyasiz qatlamdir. Yurtimizda grippga qarshi bepul vaksinatsiya epidemiologik ko'rsatmalari asosida amalga oshiriladi. Joriy mavsumda davlat tomonidan 520 ming doza grippga qarshi vaksina xarid qilinib, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga tarqatildi. Respublika bo'yicha 520 ming doza vaksina ajratilgan bo'lsa, shu kasallikni oldini olish uchun shahar bo'yicha 52.300 doza tarqatildi. Jumladan Shayxontohur tumanida 4780 doza vaksina berildi va hozirgi kunda eng kasallik og'irroq o'tishi mumkin bo'lgan qatlamlardan bu bolalar bo'lib, shuning uchun shu bolalarni emlashi taklifini berildi. Biz hozir poytaxtning Shayxontohur tumanida joylashgan 448-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotidamiz. Bu yerda ham bolalarni grippga qarshi emlash jarayonlari reja asosida olib borilmoqda. Gripp kasali bolalar orasida juda og'ir o'tadi. O'tgan yil vaksina olgan bolalar umuman kasal bo'lgani yo'q. Ba'zi ota-onalar vaksinani olishdan bosh tortishadi. Lekin bolasi o'sha gripp kasaliga uchragandan keyin ular afsusda bo'ladi. Mutaxassislarning aytishicha, gripp viruslari fevral-mart oylarida ham faol tarqalishi mumkin. Emlashdan keyin 10-14 kun ichida organizmda immunitet shakllanadi va bola mavsum oxiriga qadar himoya ostida bo'ladi. Eng muhimi, vaksinatsiya bolalarni pnevmoniya, bronxit, otit kabi og'ir asoratlardan himoya qiladi hamda bog'chalarda ommaviy kasallanishning oldini oladi. Emlash jarayoni qat'iy tibbiy nazorat asosida amalga oshiriladi. Har bir bola avval shifokor ko'rigidan o'tkaziladi va faqat sog'lom bolalar emlanadi. Ayrim holatlarda vaksinatsiya tavsiya etilmaydi. Hozirgi ishlatilayotgan grippol vaksinasida nojo'ya ta'sirlar kuzatilmadi va bu narsa nojo'ya ta'sirlarning kuzatilishini oldini olish maqsadida mana shu bolalarni 3 kun mobaynida tibbiy xodimlar tomonidan patronaj amalga oshiriladi. Ya'ni patronaj xizmati ulardan xabar olib, nima bo'lyapti, qanaqa holat kechyapti, shundan hammasidan xabar olib turishadi. Bu hech qachon nojo'ya ta'sir bo'lmagan, shuning uchun uni bu vaksinani 6 oylikdan taklif beriladi. 6 oylikdan emlash mumkin. Vaksina faqatgina oqsilga reaksiyasi bo'lgan allergitiklarga mumkin emas. Mutaxassislarga ko'ra, grippdan himoyalanishning eng ishonchli va samarali usuli vaksinatsiya. Bolalar salomatligini asrashga esa nafaqat tibbiyot xodimlari, balki barchamiz mas'ulmiz. Sohiba Akromova, Doston Yoqubjonov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.